kartada mana shu 6 ta son 6 xil bo'ladi va bilasizlarmi nimaga aynan bu ma'lumotni men hosiliga topaman? Chunki biz random orqali bu kartani sotib olgan insonlarni aniqlab va 100% tasodifiy ravishda 50 ta insonni tanlab olib, ular bilan birgalikda yangi YouTube videoni suratga olamiz va mana shu videoga agar sizlar qatnashmoqchi bo'lsangiz, yana bir marta aytib o'taman. Anxor va Omonxon kollaboratsiyasida bo'lgan Omonxon kartalarini olinglar va istalgan pulni tashlab uni 2 baravariga oshirib, bemalol Anxor parkida istalgan attraksionlarda uchinglar. Va oradan biroz vaqt o'tgandan keyin esa faqatgina karta olgan insonlar bilan men o'zim yangi YouTube video olaman. Bu hammali, xolos, o'ylashimcha hammanglar tushundinglar va ana endi bo'lmasa maqsud biz hozir darsga qaytamiz va men Berkinga ishtirokchini topishim kerak. Let's go. Bu paytda esa Ahror grim yordamida ananasga aylanayotgan ekan. Jigarlar, mana grimman tayyor bo'ldi. Kulolmayman, normalni gapiramayman, lekin men o'zi tayyorman. Mana shunaqa bo'ldi. Orqamni ko'rmaydi va biz nariyoqqa o'zimizni joyimizga bekib olamiz. Alright, ketdi. Va shu tarzda Bobreloni basseynning ichidagi sharlarga o'xshatib bo'yab olishdi. Aniqrog'i tarvuzga. Vaqt ozgina qoldi, endi suvga tushish vaqti kelyapti. Bunaqa syomkada men birinchi martaman, lekin o'zlaringiz bilasiz, ekstremal yaxshi ko'raman. Поэтому muzli suvda yotaman. Ay! Arbuz piyorni. Ay, Omonxon men topolmaydi. Jigarlaman bo'lsa tayyorman. Do'stlar, oradan 2 soatdan o'tdi. Va endi bolalar yashimagan bo'lsa ham, uji kech. Men topgan bolamni jo'sgacha zo'rayman. Let's go. Va barcha ishtirokchilar mana shu dachiga berkinishgan. Va hozir men ularning hammasini topaman. Qaranglar do'stlar, bizni mana shu joyni o'zini juda ham yaxshilab qarashimiz kerak. Va qidirishni boshlashdan oldin albatta do'stlar like bosib qo'yinglar. Chunki mana shu videoga hoziroq sizlar 101 ming like va mana shu videodan menga 22 ming yangi obunachi kelish kerak. Chunki bundan keyin men Darknet videosini chiqarmoqchiman. Va Darknet videosi chiqish uchun shu aktivni beringlar. O'rtoqlar Omonxon o'zi qidirishni boshladi. Menimcha birinchi bo'lib tashqari qidiradi. Katta ehtimol tashqaridagilarni birinchi topadi. Tashqarida menimcha Sardorishteyn и Babrello bor. Muhimi men ichkaridaman, yaxshi o'tiribman. Bo'pti o'rtoqlar, bo'lmasa men bekindim. Hammanglar, bo'lmasam boshda yaxshilab qarab chiqaman. Chunki to'g'risi desam, ishtirokchilar любой joyda bo'lishi mumkin. Misol uchun shunchaki o'tini tusiga kirib olgan bo'lsa-chi. Shuning uchun ham yaxshilab qaraymiz. Yo'q, bu hech kim yo'q. Mana nima? Uy, bilat. Yo'q-a? Do'stlar, hozir Omonxon hovlining narigi chekkasida ag'dar to'ntar qilib yotibdi. Prosta takramani qidirib, o'ylaymanki, meni kelib topolmaydi. Xo'sh do'stlar, bizda hozir qidirishga qanaqa joylar bor? Birinchi o'rinda mana bitta basseyn. Bu bilet. Basseyn yuz hech kim bo'lmasa kerak. Chunki eng oddiy joy, yosh bola kiradi basseynga. Stop. Do'stlar, mana bunaqa gazollar bo'lsa, kimdir orqasiga kirib olgan bo'lsa-chi, prям o'tni ustidan chizib olib bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun ham yaxshilab qarab chiqish kerak. Onasini emsa. Do'stlar, Omonxon hozir oldimdan o'tib ketdi. Meni tepib ketdi. Topishga imkoni bo'lmaydi, qarab turinglar, yutamiz biz. O'tlikni ko'rasizmi? Kim bu? Yo'q, bu yerda odam yo'q. Ham daraxtga chiqib olganman ham. Ham archani ichidami yoki? Yo'q. Bunaqa originalni niqob qilish qiyin bolalar. Shuning uchun ham yaxshilab qarashimiz kerak. Va aytgancha do'stlar, videoni boshida aytib o'tganimdek, menga qidirishga atga 1 soat vaqt berilgan. Va mana ko'rib turibsizlar, menda o'zi yana qancha vaqt qoldi, shuning uchun ham tezroq qidirishim kerak. Ey xudoy, bitta ham odam topmadim. Muje, va qanaqasiga bitta ham odam topmadim, ey. Stop. Mana shu 100% kimda chiqib qolgan bo'ladi. Chunki 100% Berkinishga zo'r joy. Uchun ham kimdir bormi? Net. Yaxshilab qarang-chi. Men 100% odam bo'lish kerak. Men kimdir ovozidan narsa eshitaman. 100% yo'qmi? Yo'q. Cho'ti. Men xontaxtdan tegi kimni kirib olganmi yoki? Ha? Sinib qoldim. Все. O'ylashim bo'yicha buni hech kim ko'rmadi. Biz esa qidirish davom etamiz. Do'stlar, qanaqasiga hovliga bitta ham odam berkinmadi. Men boshqa tushunmayapman. Omonxon! What? Ichkaridan kimdir baqiryapti. Stop. Do'stlar, u 100% musor chelida bo'lishi kerak menimcha. Chunki musor cheliga berkinish bu eng zo'r xod. Yo'q, bu вообще yengil bu. Вообще musor chel. Shoshmang, men zina borgan zinadan chiqaychi. Va do'stlar, men hozir tepaga chiqdim va tepada ham hech kim. Bu toshida belgilangan joyi o'zi yo'q. Balkim orqamdagi devorga kimdir kirib olgan bo'lsa. Yo'q. Ajralib turgani yo'q, bir xil ketyapti. Da bilaman, Berkinga insonni topishga juda oz vaqtim bor, lekin men shunaqangi zo'r qidiruvchimanki, prosta tak na easy topib qo'yaman hammasini. Va qanaqasiga bunaqa tabiatga like bosib, Omonxon YouTube kanalini 4 million obunachiga olib chiqmasam mumkin. Hammanglar, shoshmang, endi bitta telefondan ham o'zimga video oling. Do'stlar, men shunaqa joydaman, mana quyosh qaranglar. Va mana shu katta dachada biz hozir Berkinmacha olamiz.
Va mana buni qaranglar. Polniy. Hamma yo'q. Anaqada. Stop. Stop. Wow, bu 100%. Voy, men buni ko'proq deb o'yladim boya. Do'stlar, biz o'sha birinchi ishtirokchini topib oldik. Naqadar kuchli bo'laman. Voy, qatta ekan, men ko'rmayapman. Babrelni topishdi hozir. Babrollarni topishdi. Пока что bitta ishtirokchi kamaydi. Ну, пока yutolma. Qanaqasiga bunaqa bassenda berkinish mumkin Babrello? Ha, Babrelni topishdi. Mani taktika, mani do'stim, mani partnyorim tarvuz edi, lekin meni birinchi bo'lib topdinglar. Ikkita zirak bo'lib, yuzga yopishib qolibdi. Qani keling-chi. O'rtoqlarimcha Boburillon topib olishdi. Cho'ti baqir-chaqir bo'lyapti. Sekin ichkariga kiradi menimcha Nomoxon. Shuning uchun addish chidashga harakat qilamiz. Bu meni oxirgi yo'l topadi. Babrello, qarang, siz 6 ta ishtirokchidan birinchisiz va men 1 soat davomida qolgan hamma topishim kerak. Dachi kurtus juda ham katta. Va agar menga yordam bersangiz, men sizga 1 million emas, mayli, yutmaysiz, shuning uchun 100 ming so'm beraman. Men sotadigan bola emasman, lekin ikkita narsadan. Birinchisi, mendan yaxshiroq joy qidirib, yaxshiroq grim qilgan odamlar bor. Ikkinchisi, meva qidiring. Meva. Ya, menimcha просто Babrello chaqirdi. Hamayli, bo'ldi. Короче, men birinchi etajdagilarni eshitolmay, ular omonxon deb turib baqirishyapti-da. No eshitdinglar. Shoshma ichkarida kimdir bor. Ichkarida 100% kimdir bor, qidiramiz. Iblakat. O, do'stlar, uy ichida voqchi berkiradigan joy ko'p. Shoshmani bir chekkadan qarab o'taylik. Mana bu yerda konditsioner, pardalar orqasida 100% odam yo'q. Eng qizig'i bor-ku, yoniga borib qaramasa ko'rib bo'lmaydigan darajada berkinishgan, 100%. Do'stlar, Alloh meni hali ham topolmadi. Menimcha eng zo'r bekingan odamman. Do'stlar, mana bu divanni tagida ham kimdir bo'lishi mumkin. Buni men hammasiga yaxshilab qarashim kerak. Men pokedan ekan. Pokedanmi? Buning ichida odam bo'lishi mumkin. Shoshmay qarang, men xonaga kiraylik. Men xonani sen ochib qo'yishgan. Qanaqadir manekenlarni tegib, meni o'zicha odam deb o'ylaydi deb o'ylayaptimi? Maneken ustiga masalan material tashib qo'ysa, Marian odam deb o'ylab borib ochib cho'chishi mumkin. Menimcha vaqt kam bo'lganiga shart qilmang. Mametta, вот ochki saramalloyniki. Mana bunaqa singan nimadirlar. Demak, shu uslubda kimdir berkingan bo'lishi mumkin. Mamet, bu hech kim. Tashqarida ichib ketganmi? O'rtoqlar, menimcha eng oxirgi bo'lib men topilsam kerak, chunki omon tashqaridan qarab bo'lib, Babrelloni topib ichkariga kirib ketdi. Bo'ldi, tashqarida umidini uzdi. Endi oxirgi bo'lib men topilaman. Bu hamma do'stlar, men qidirishim juda oz vaqt bor, shuning uchun ham juda tez qidirishga majburman. Mamet, balkim uxlashgandir. Xo'p, hamayli. Mamet desa. Hoppa! Mana shu ko'rpachaning tagida kimdir bo'lishi mumkin. Hech kim yo'q. Parda orqasidan. Do'stlar, уже 10 minutdan ko'p vaqt o'tdi, men albattagina bola topdim. Men nima bu? Patologda shoshmaydi. O'rtoqlar, Omonxon kirdi, Mametlarni nimadirlarni qidirdi, ko'zimni zo'r o'xshab turdim, ochib yormaydi. Yonimdan o'tdi-da, keyin o'yladi, manekenlarni obmanka deb aldoti deb o'yladi-da. Va kat. Qatta bo'lishi mumkin bular, Babrello ketdi. Ha, Bobur? Shotam qanaqa vaqt kimdir topdingizmi? Sizni topdim-ku. Yo'q, boshqa hech kim topmadingizmi? Siz sotib bermasangiz, men shu topolmayman lekin. Men bitta narsa aytaman, yana bir bor. Bu yerda sotqinlik bo'lmaydi, lekin kreativnost ishlatgan odamlar bor. Xo'pmi? Aytganimdek, mevaga e'tibor qiling va sirli ishtirokchilarni topishingiz kerak. Давай, делай, броски. To'g'risini aytsam, men hech qaysi gapiga tushunganim yo'q. Menimcha просто meni chalg'itib vaqtim o'tdi. Shuning uchun ham basseynga kelamiz. Ketdik basseynga. Skoch, demak kimdir qizil rangga bo'yalgan. Buni hozir men topaman. Mana korobkalar. Va 100% korobkalarning ichida kimdir bo'ladi. Voy, men bunda odam borligini. İçi bomboş-ku buni. Bu odam berkinishiga явный joy-ku. Bo'lmasa, mana bunaqa kichkina korobka hech kim berkinmasa ham kerak. Mana, shoshmay, men aytgan qaraylik. Bu hech qayerda yo'q-ku bular. Men buni просто qaraylik, mana shu yerda o'tirishim mumkinmi? Bu yerda bam. Qoch bu yerdan. Sen yutasan, men senga yordam berdimmi, yutasan sen. Ketdik dal ko'ramiz qanaqa bo'lishini. Yo'q, просто do'stlar, logikni o'ylab qaraganda, mana korobkalar bo'ladi, kichkina aldashun, bitta katta korobka bo'ladi, o'shanchalik odam berkinadi. Bu yerda unaqa emas. Do'stlar, hozirgina Omonxon kelib ketdi. Meni ko'rishga ozgina qoldi, lekin topolmadi. Vashi qo'rqib ketdi. Menimcha endi meni umuman topolmaydi. Hop, zinada, tualetning bo'lmagani. Stop! Oling, mana qarang. Mana bu tegi teshik yoki zinan tegi bola kirib olganmi? Eng qizig'i, nima bu yerda qorong'u? Yo'q! Mana buni qarang.
Oy, bu nima bu? Tualetni bo'lmagan olib tashlaganmisan-la? Men o'ylashim bo'yicha, mana bu yerda точно kimdir bor. Shuning uchun ham mana senga. Ha? Stop. Mana Bobrello aytgan mevalar. Bu yerda bir tinga qimmat ananasi bor, mana bu yerda esa qovun bor. Mana bu yerda esa to'g'ralgan ananas. Nimaga to'g'ralgan? Bile, o'zim ham aytdim, Bobrello to'shimizdan chalg'itgan. Chunki mana bu yerda odam ham yo'q-da, bile. Yoki parda orqasidanmi yoki? You are my sunshine. Yaxshi obraz, yaxshi. Qimirlamasdan tura oldingizmi? Belim og'rib ketdi, вообще. Men birinchi bo'lib chiqib ketdim degan. Sardor sendan ikkinchi o'rin bo'lib tursang, roziman yetishchi. Do'stlar, hech qaysi xonada hech kim yo'q. Mametlarda ham yo'q, qara. Mametlarda ham yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin bular, ey? Umuman tushunarsiz. O'sha asabim buzilib ketyapti. O'sha 20 minutdan beri qidiryapman. Bunasini olay bular qo'lim. Mana sharlarni qaranglar. Men chalg'itish uchunmi bular? Shoshmanglar, normalniy qaranglar. Men juda aytmoqim. Men juda neso'zni qaryapman. Balki asabim buzilib ketyapti. Chunki to'g'risi do'stlar, hozir nechta 5 ta ishtirokchi qoldi. Agarda 5 ta ishtirokchi bo'lsa va 5 ta ishtirokchiga men 1 million so'mdan berishim kerak bo'lsa, 5 million berishim kerak bo'ladi. Men buni xohlamayman, nahot ikkinchi etajda bitta ham odam yo'q. Omorxon. Do'stlar, shunchalik yerga zo'r yashinganmanki, yer bilan bitta bo'lib ketganmanki, o'sha baqirib chaqirsam ham topolmaydi menimcha. Va do'stlar, shunchalik qiynalib yer bilan bitta bo'lib yotganim uchun o'zingizlar iltimos bitta like qo'yib qo'yasizlar. Va Sardoshdan legenda deb kommentariy yozib qo'yasizlar. Ketdi. Biz menimcha hali bu xonaga kirganimiz yo'q, shuning uchun ham do'stlar, goblin klon bu videoda nima qildi? Bu yo'qol, ey. Nima? Nimadir? U nimaga keldi? Nimaga keldi? Ey bu, do'stlar, men umuman tushunmayman. Bunaqa videoda balo bormi goblinga? Do'stlar, вообще-то, sizlar tasavvur qilsam, hozir men bosh videoman, bu videoda boshqa klon paydo bo'ldi. Nima, bu Darknet klonlar jinni bo'lib qolganmi? Qani? Hozir shu dedi, to'g'rimi? Shoshmang. Вообще-то klon bizga u nimaga keldi dedi menimcha. Просто o'zinglar eshitdinglar. U nimaga keldi? U nimaga keldi? Kim keldi? Men вообще tushunmayman. Bittasi aytdim, senga surpriz bor dedi, bittasi u nimaga keldi dedi. Kim keldi bilan? Abdurahmonlar menimcha meni hech kim topa olmaydi. Kommentariyada kim uchun yozib qoldiringlar. Yo'q, lekin do'stlar, bilasizlarmi nima? Men juda bir nojiddiy voy bilan. Boshqa bilan. Men bugun xalaqit beradigan odamman. Yuziga ham qaranglar, qanaqadir klon bo'lyapti. Stop. Bobur mevani oldi dedi, to'g'rimi? Mevani oldida xos paydo bo'ldi. Shu mevani yaxshilab qarab ko'raylik. Men qara. Qamab qo'ydinglar meni. Bobrello ochib yuboring, qamalib qoldim. Sekretniy kod. Vaqtim ketyapti, men odamdan topishim kerak. Sirli so'z ayting, sirli parol. Like bosinglar do'stlar. Shoshmang. Da. Sirli parol. Bobrello, aning iltimos menga xalaqit berasing uchun uzoq o'tiring. Ha, podskaska beringmi? Ya bo'ldi, podskaska kerak emas, bo'ldi, qoching. Bo'ldi, men o'zim uchun tushunib oldim. Shoshmang. Qarang. Yaqinlashtiring. Ko'rasizmi? Kim bu? Sen sotding meni. Bobrello sotdi meni bilan. Do'stlar, ahroram uni topildi. Ular prosta yashinib olganda, normal joyga. Mana men chotga yashinganman, men даже yaqin ham kelgan edi. Voy, bilan axir sig'dimi stolga? Let's go! Meni oxirgi bo'lib topdingizmi? Siz ikkinchi bo'lib topdim. Men yutqizdimmi hozir? Siz qanaqasi? Yes, men buni qarang, do'stlar, poking kesib kiryapti. Boshingizni qarang. Men bilasizlarmi qanaqa bilib qoldim? Keldim-da, mana yonda men kley joyini ko'rdim-da. Dedim, kimda ananas achib qo'yibdi dedim. Keyin yaqindan qarasam, baqirvordi, qo'rqib ketdim-da. Demak, do'stlar, bizlar Ahror Alixonovni ham topdik. Lekin topishdi meni ham. Shoshmang, ananas oldi keling, qani? Biriga biru. Do'stlar, men umrimda ko'rmaganman bunaqa berkinmachoqni, ya'ni bu darajada mehnat qilingan berkinmachoqni. Qani? Shoshmang. Bitta
bittalab detallarni kesib olib yopishtirilgan ekan va shuning uchun ham do'stlar hoziroq grimyorlarimizga rahmat aytib qo'yish kerak. Ya'ni respekt aytib qo'ying. Ya'ni bu uchun sizlar albatta boya aytib o'tganimdek o'sha 101 ming like va 22 ming yangi obunachi kerak. Va axloringiz topildingiz. Aman esa o'sha yarim vaqtim o'tib bo'ldi va shu uchun tezroq qidirib ishtirokchilarni topishim kerak. Ikkita meva Mani sotib qo'ygan inson. Men sotganim yo'q. O'zinglar bilasizlar kommentariyada nima yozishni. Do'stlar, men yana tashqariga chiqib qoldim. Va quyosh ham botdi. Bu degani vaqtim tugadi. Xo'p, boya Babrello yugurdi. Men ko'rdim boya, esingizda bo'lsa. Lekin Babrello gazon ustidan yugurmadi, Mametdan yugurdi. Bu degani gazonda kimda bo'lishi mumkin, ha? Chunki ayniqsa axori qilig'idan keyin shonvuriylar Lubojada bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Boy gazon ichida sardor sterim berginganda hozir topiladi sardor. Stop, mana bu gazon ichida salmonlar yemirligan. Yo, bu jamlaqa bir aql bo'lsa kerak. Просто do'stlar, menga eng alam qilayotgan narsasi, men bu dachaga umuman hali kirganim yo'q. Ya'ni ichkarisiga hozir qidirish uchun kirdim. Ya'ni bungacha bo'lgan holatni umuman bilmayman. Shuning uchun ham bolalar balkim o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Bolalar balkim yerni qo'lab o'ziga balkim quduqli qazgan bo'lishi mumkin. Men umuman shuni bilmayman. Xo'p, archada bo'lmasa qayerda bo'ladi? Archada bo'lmasa. Archada bo'lmasa lekin mana bunda bo'ladi. Ay, блядь, bak qidiryapman bu yerda men. Do'stlar, qayerda bo'lishi mumkin, Mana, Lyubov berkin mashina odam daraxt yoki archaga chiqadi, uyga berkinadi, nima qiladi? Bironta chuqur joyga kirib oladi. Musorchilikni ham chida yo'q. Do'stlar, sizlar hozirgina ustimdan bosib o'tib ketdi. Mana shu stol qimirlatib turib meni ko'rmadi. Keyin archa qo'liga kirib ketdi, prosta ketordi, ay qo'lim deb. Qarang. Men hozir mana bu o'tga e'tibor berib qaryapman-da va ko'raman. Bu yerda teshiklar bor ekan, lekin bu yerda odam yo'q. Ya'ni balkim prosta arzon yasam o'tdir. Stop. Stop. Bunga odam berkingan. Voy, bular. Mana qarang. Oling yuzini. Mana bitta ekan yuzi. Mana qani shoshing. Voy! No! Kim bu obeki sizmisiz? Ben yutishim kerak edi bu o'yinda. Do'stlar, men bekorga hovliga qaytib chiqqanim yo'q. Men bekorga hovliga Do'stlar, Oybek ham topildi уже. 3 ta odam qoldi, men, Sara va Umarbek qoldi. Do'stlar, juda qattiq xursandman, chunki bu Oybekni topish menga bo'lgan ishonch qaytardi. Obunachilik gapingiz bo'lsa tezroq gapiring, qidirishga vaqtim kam. Qolganlar ichkarida. Hozir o'ylashim bo'yicha baribir aldosman. Va yana bizda sirli ishtirokchi bor. Sizlar ezordinglar sirli ishtirokchi deb. Sizlar boyadan beri prosta meni vaqtim olishyapti. Bittasi meva deydi, bittasi sirli ishtirokchi, bittasi hammani sizlar aldashyapti xolos. Hammani ichkari kiraylik. Qani? Mana qarang. Mana archa bor va umid qilamanki archani ichida kimdir bor. Keling chiqing. O yaxshi fanlar tuting. Mana bu yerda hech kim yo'q. Voy xudo, bu yerda hech kim yo'qmi hali? Men mashlarda prям nisrozni qoldirdim deb qattiqdir shoninglar. Men mamnun yonlaridan, tepalaridan qatorda qaramadim. Eng qizig'i yana nechta ishtirokchi qoldi? Yana 3 ta qoldi va qanaqadir sirli ishtirokchi deyapti bolalar. Men bilmayman даже kimligini. Xullas, juda ham zo'r joyga berkingan edim. Tuve gul prям mos tushdi. Babrelon topgandan keyin men umuman topolmaydim deb prям uerinib o'tirgandim. Lekin chuchvarani xom sanagan ekanman. Oling, yaqinlashdim, to'g'ri. Teshik bor ekan korobkasida. Qani? Kimdir bormi? Kimdir bormi o'tdi? Voy, mana qarang, qo'l do'stlar. Yana bitta odam. Yiqilib tushdi bu odam. Ketdimmi? Yo'q. Umarbek ham topildi. Yuzimdan ko'chiryapti ham mana buni. Aytgancha obunachilar gapingizni tez gapiring, men qolganlarni qidirishim kerak, vaqtim kam. Shuncha harakatimiz uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Menimcha sassiqcha yutsa kerak. Sardor Steyn! Bo'lmasa men hozir уже 4-ishtirokchini ham topdim va endi bo'lmasam qolgan ikkitasini topaman-da va vaqt tugashdan oldin topsam hamma pul o'zimga qoladi. Ketdik. Do'stlar, shunchalik qiynalotganim uchun davaychi like bosib qo'yasizlar. Shoshmanglar. O'rtada ovoz eshityapti, menimcha eshik orqasida turibdi. Do'stlar, уже 10 minut qoldi. Men juda shoshilaman. Lekin Mametdanmi ekan? Mana ko'tarilmaydimi, mana Stop, mana divan. Do'stlar, divan bor ekan bu yerda. Hech kim yo'q faqat. Shunda hozir shoshmanglar qolgan ishtirokchilar kim? Sara Maloy bilan Sardor Steyn. Do'stlar, o'sha vaqtim juda ham kam. Oyog'im daj yuraman. Men prям basseyn ichidan. Stop.
Man edim. Qarang, nari tomonda odam bo'lishi kerak. Tarvuz sifatida aytyapman. Tarvuz sifatida. Ey, Tarvuzda bilet. ishoning tarvuzdagi. Qarang, man edim. Yuring bu tomonga. Stop. Hop, podskaska beraman. Stop. Anta odam bor-da. Stop. Do'stlar, hozir o'tiribman. Ana yerda ikkita odam o'xshatgan ovoz eshitilyapti va Bobrolo chiqib manidan o'zini oqlayapti. Hali men demasam ham. Все, Bobrolo o'yindan chiqib ketib yutqizganingiz ishonsiz, shuning uchun siz gapirish haqqingiz yo'q. Все, shoshmang. To'xtang. Bu yerda qaysi qayerda bo'lishi mumkin? Shoshmang, qayerdan chiqdi ovoz? Yoki shoshmang tepadami bu? Tepadami yoki bu? Qayerdan chiqdi bo'lmasa shoshmang. Ay, bilet, oyog'imga nada kirib ketdi. Mana bu haqiqiy gaz emas-ku, shoshmang. Ye? Mana buni qara. Voy! Buni bosh. Voy! Odammi bu? Voy, odam ekan. Kim bu? Shoshmang. O'ziga o't topshirgan. Kim? Voy bu. Sardor Stein! Do'stlar, Sardor Stein bo'ldi. Mana. Voy, bechorani yotishini qaranglar. Voy, mana. Qanaqa qilib topding? Bobur aybdor. Tupoy Bobrolov prosta yotgan paytim ustimda skameykaga kelib yotib oldi prosta. Demak shunga baqirib yuborgansiz. O'shanga og'riqdan aybdordim, keyin topsing mani kelib. Bo'ldi, challaqlik qiling. Yo'q, eng qizig'i Bobrolovchi o'zi menga yordamlashdi demasdi, yashinishga esdan chiqib qolibdi prosta. Juda kam vaqtim qoldi. Shuning uchun ham man tarix ko'rishim kerak. Ey mana. Ey bolalar, bittagina odam qoldi. 1 million so'mni avaylaylik. Sirli odamni topdingizmi? Nimaga hamma sirli odam topdi? Jinnisiz. Bilasizmi siz? Voy bilan. Davay. 10 marta qaradim shu yerda yana qaytib qaraman bor-ku. Lekin do'stlar, Sardor oldiga 3-4 martalab borib ko'rmay qolganimdan keyin 100% bitta borgan joyimga bir 3-4 marta yaxshilab qarashim kerak deb o'ylayman. Stop. Balkim tarvuz kimdirdir. Hech kim emas ekan. Shoshmang. Mana bu yerdachi. Qarang. Nima qilib tashlagan bular? Yoki stop. Men 100% beraman. Hozir qidirayotgan odamimning oldidan 2-3 martalab o'tib ketganman. 100% beraman. Vaqtim kam mana. Bitta men buni ustiga qaramadim faqat. Yoki Bulat! Shoshma, bu odam. Stop. Buni oling, yondan oling. Va do'stlar, men o'sha bu berki mashoni yutdim. Vaqt qancha bo'ldi? Vaqt tugadi-yu. Nima bu? Birinchi qani? Bu o'ylayman bunchalik yumshoq. Bitta o'qib ko'ring. Ko'zingiz chiqani? Voy! Bunaqa eksklyuziv video uchun like bosmasi mumkin. Shuning uchun ham albatta birinchi o'rinda shunaqa jostki grimga chidab o'tirganlarga katta rahmat. Va shu bilan men bu challenge-ni yutdim. Yutmadingiz? Sirli mehmon bor-ku bizda. Sirli odam ham bor. Topdingizmi uni? Kimligini ham bilmaysiz. Boring. O'rtoqlar shuncha payt qiynalib turib, azizgincha qolganda meni topib qo'ydi. Men xursandman, shu Babrelodan keyin topildim, oxiriga topildim. Hop, qatta, ikkinchi etajdan. Ye? Bu yerda kim bor? Kim bu sirli ishtirokchi? Va u mana bu ishtirokchi. No, hozir o'ylayapsizlar bu yerda nima qolsan deb. Men shunaqa sog'inib ketgandim Omon akaning videolariga chiqishni. Vot hozir Omon akaga yetmasdan men sirli ishtirokchi bo'lib chiqyapman. Qanaqasiga men bu yerdaligim bilmoqchi bo'lsanglar, Darknetda keyingi qismlarini ko'rsanglar, nima uchun bu yerdaligim, qanaqa qilib men u yerda qaytganimni bilib olsanglar bo'ladi. Va ana endi bo'lsa men yashinaman. Mana bu eski chiroqqa o'xshaydi. Bu yerda esa kalla tiqish uchun joy bor. Bu yerda esa men o'tiraman. Va buni ichiga o'tirganimdan keyin shuna kallamni chiqarib, men bu svetilnikni boshi bilan shunday yopib qo'ysam boshimni Omoniga kirsa umuman topolmaydi. O'rtoqlar, sizlar bilmaysizlar meni boshimda qanaqa qiyinchiliklar o'tganini. Videoni ko'rsanglar, o'zingizlar tushunib olasizlar. Va do'stlar, men shunaqa yashinib olaman va ustimdan bitta tashing. Vot, endi men umuman ko'rmayman bu yerda. Va xuddi lampochkaga o'xshab turaman. Voy, do'stlar, hammanglar birinchi o'rinda 5 Sardor qaytdi va bilasanmi nima? Darknetdan oldin bu video chiqadi-da. Sen o'sha bu videoda ko'rinib qo'yding. Va hozir shuning uchun Sardor больницада bo'lish kerak edi va nimaga больницаga tushganda все Sardor bo'ldi. Ko'rsatmaylik, chunki Darknetda ko'rsin. Va nimaga Sardor больницаga tushganda esa Darknet 7 va 8-qismlarda to'liq bo'lib olasizlar do'stlar. Hozir emotsiya berib videoni olib ketishga harakat qilaman, lekin qiyin. Chunki Darknet oxirgi, ayniqsa oxirgi qismlari, chemkasidan keyin biz juda qattiq qiynaldik, chunki endi videoni ko'rsangiz tushunasizlar. Gap bilan hozir tushuntirib qo'yib sizlarga qiziq joyini o'ldirish niyatim yo'q. Darknet
7 va 8 qism. Bundan keyin mana shu videodan keyin shu videolar qo'yiladi. Albatta ko'ringlar. Va u videoda agarda mana shu videoda 101.000 like va 22.000 yangi obunachi kelsa chiqadi. Va bilamiz, Sardorni klonini nimaga qo'yardi? Balkim Sardor klondir. Xullas, sizlar uchun mana shunaqa video bo'ldi va videoda va nihoyat 1 yil deganda Sardor Omonxon YouTube kanalida va qanaqasi kelganini esa keyingi videoda ko'rishamiz. Va hozirroq like bosing, obuna bo'ling va keyingi videoda ko'rishgungacha. Ciao. Agarda videoni